Uvaydot bizni o'ldirgani ketdi bu. Zulfiya yana urdimi? Bir kun kelib men baribir o'ldiradi. Boshiga qon quyilgan, buyragi yorilib ketgan. Doktorlar umid yo'q deyishdi. Qizimizni onalik baxtidan mahrum qilish uchun idora yugurib yurganmish. Ha? Nimaga gap qaytaryapsan? Nimaga gap qaytaryapsan? Uyga kirsin! Kir uyga! 2 kun oldin urgandilar. Hali ham og'rig'i ketgan yo'q. Umrbodga qamalsin. Rozi emasman. O'sha yerda chirib yog' bo'lib ketsin. Men bilan idoraga borishingizga to'g'ri keldi. Yuring. Sevimli novellalar dunyosi YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Barcha sonlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Birinchilardan tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum azizlar. Sog' omonmisiz? Yaqinlaringiz omonmi? Kunni kech qilib, oila davrasida taqdirlarni tomosha qilish uchun yig'ilgan bo'lsangiz, sizlarni ko'p kuttirmay, bugungi voqeani hikoya qilishni boshlaymiz. Faqat uni shunchaki tomosha qilmay, ko'ring va xulosa qiling. Ehtiyotsizlik oqibatida yetkazilgan tan jarohati sabab yuz bergan o'lim holati yuzasidan ayblanuvchi Zulfiya Toshboyeva O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan 8 yilga ozodlikdan mahrum etilsin. Jazo muddati umumiy tartibdagi koloniyada o'rnatilsin. Yo'q. Men rozi emasman. Umrbodga qamalsin. Rozi emasman. O'sha yerda chirib yog' bo'lib ketsin. Voy, bolalarim yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Oyi, kartoshka piyoz artib qo'ydim. Voy, o'zimni qizim, rahmat. Hozir usti boshimni tez almashtirib chiqing, ovqatni boshlaymiz, xo'p? Xo'p. Uf, aksiga olib bugun sherigimning ham mazasi bo'lmadi. Uni o'rniga ham ishlarni qildim. Oyi, biz ham qarashardiga borganingizda. Yo'q, bolam, o'zim ulgurdim. Sen Sinini darsiga qarashsang bo'ldi. Aytgancha dadang kelmadilarmi? Dadam qo'ng'iroq qilib kechroq kelishini aytdilar. Voy, esim qursin. Non olish ham esimdan chiqibdi-ku. Dadangga aytganning foydasi yo'q. Sarvarjon o'g'lim, do'konga chiqib kelasanmi? Non olib kelgan, pul beraman. Oyi, o'zimda pul bor, nonga yetadi. Yana tushlik qilmadingmi? Qornim to'q edi-da. Aldama, och yuribsan. Oyijon, qornim ochganda yerdim. Mayli, borib kela qol. Lekin ertaga tushlikni vaqtida qilasan, tushundingmi? Ha. Bo'pti. Hozir kiyimim almashtirib chiqay. Zulfiya yana urdimi? Qaynonangga aytgin, o'sha arzandasini insofga chaqirib qo'ysin. Qachongacha kalti yeb yurasan? Shu hamma baloni boshida turgan qaynonamga aytaymi? Alohida chiqib ham kun ko'rmadim. Bu yoqdan o'g'li ichib kelib janjal qiladi. U yoqdan har 2 kunni birida onasi kelib. Tirnoq ostidan kir qidirib gich-gichlab ketadi. Qaynonang shunaqa qiladilarmi? Ro'zg'orga foyda bo'lsin deb ishimdan keyin bitta ofisni polini yuvaman. Uyimga borib ovqat qilaman, kirlarni yuvaman, dazmol bosaman. Bolalarni o'qishiga qarashaman. Qaynonam bo'lsa, xohlagan paytida bostirib kelib hamma yoqni og'dar to'ntar qilib ketadilar.
sen bo'lsa o'g'lini insofga chaqirsin deysan. Bo'lmasa Zulfiya oyingami, akalaringami aytgin? Ha seni ham so'ray deganlaring bor-ku. Qaynonam ko'zimni ochirmaydilar. Erimni bo'lsa endi o'zing tasavvur qilaver. Qanaqa bo'lishini. Xudoyim, mayli. Zulfiya, senga to'zim bersin Alloh. Xudoyim menga to'zin, erimga insof bersin. Yo'q. Turmushga chiqib, shunaqa azoblar ko'raman deb o'ylamagandim. Faqat Ra'no, iltimos, shu gaplar shu yerda qolsin. Ha, xo'p, kuya. Zulfiya, shu polyushdan boshqa ish topsang bo'lmaydimi? Ha, bunaqada zaxda o'zingni oldirib qo'yasan, ha, buyog'i qish bo'lsa. Endi birorta yaxshiroq ish chiqsa almashtirarman. Yaxshi. Hay, namunchilatdasan-a? Xotiningga gapingni o'tkazolmaysan-a? Men ishga ketdim. Erta ketib, kech keladi. Nima qilib yuribdi, qayerda yuribdi? Bir surishtirmaysan-a? Mana bolalarni ham o'ziga og'dirib olgan. Oyisiga gapirsam, onasini yonini oladi-ya. Mana hovlini ahvolini qara. Shuncha pulga kelgan hovli-ya, ishsizgina. Oyi, hozir kelsin, o'zim gaplashib qo'yaman u bilan. Voy. Gaplashib qo'yarmishlar. Bu gapingni 1000 marta eshitganman. Undan ko'ra xotinimdan qo'rqaman deb qo'yaqa. Oyjon, ertalab hamma yoqni yig'ishtirib supurib ketgandim-ku. Assalomu alaykum. Shundoq ham kechki payt yana supuraman. Qarang, ha? Gap poylashni ham bilasizmi? Shunaqa surbet kelin qilaman deb hech ham o'ylamagandim. Mana tanlab tosiga uchradim. Ey, sen oyimga gap qaytaryapsanmi? Tiling chiqib qoldimi yo? Dadasi, ertalab vaqtli turib hamma yoqni tozalab qo'ygandim. Unaqada men ivitsitib yuborman-da, ha? Ko'rdingmi? Xotiningni menga tuhmat qilishini. Shu yoshimgacha hali hech kim meni dilimni og'ritmagan. Mana shuni kelin qilganimdan beri mana shunaqa dilimni og'ritadi. Oyjon, bu ma'noda gapirganim yo'q. Siz ichkariga kirib choy ichib turing, men darrov tozalab qo'yaman. Manga qara. Oyimga yana gap qaytaryapsanmi? Senga kamlik qilib shekilli, ha? Nimaga gap qaytaryapsan? Iltimos, unaqa qilmang dadasi. Nimaga gap qaytaryapsan? Ya kirsin! Qo'lingga! Qo'lingga! Oyingni oldiga chopma. Dadang juda to'g'ri qilyapti, tushundingmi? Yur. Ey Xudoyim. Qachongacha bunaqa azoblarga chidayman? Yana qancha bardosh berishim mumkin? Meni ham hayotimda yorug' kunlar bo'ladimi? Ishlashim kerak.
nimaga baqirib turibsan? Ering borligi esingda yo'q shekilli. Hozirgina kelgandim. Charchab keldingiz. Nima ishni qoyil qilib charchab keldingiz? Balki ko'chada o'ynab yurgandirsan. Xudo biladi kim bilandir. Ha? Bu nima deganingiz, dadasi? Kim bilan o'ynashim mumkin? Menga qarang. O'z xotiningizga bunaqa gap aytishga qanday tilingiz bor-da? Shu ro'zg'orimizga foydam tegsin deb qo'llarim muzlab farroshlik qilyapman. Nima? Men ishlamayapmanmi? Seniki bilinadi-yu, meniki bilinmaydi. Shunaqami? Menga qaragin. Menga qarama unaqa. Nimaga kulasan? Nima, bitta sen ishlab boshqalar xotin ishlamayaptimi? Ha? Bo'ldi. Bas qiling, dadasi. Ich sezam. Oyiz gapirsalar ham mendan alamingizni olasiz. Men ham odamman axir. Qachongacha bunaqa xo'rlaysiz? Tushunmadim. Hozir menga sen baqir. Ovozing ko'tarilib qolibdimi seni, ha? Ha. Jonimdan o'tib ketdi. Kuchingizni ko'rsaturmasdan oilangizga bundoq bosh bo'lsangiz bo'lardi. Ey! Menga baqirmagin, tushundingmi? Menga baqirmagin. Tiling chiqib qolgan bo'lsa ham, tushundingmi? Yaqinlashma! Nima? Menga Yaqinlashma dedim. Yo'qol! Oy, dadasi. Alo, alo, tez yordammi? İltimos, tezroq yetib kelinglar. Nima bo'ldi? O'g'limga nima bo'ldi, a? Nima bo'ldi? Haligi Nima bo'ldi dedim senga, a? O'g'lim yaxshimi? Nima bo'ldi? Nima shovqin, nima to'polon? Xola, o'zingizni bosing. O'g'lingiz ko'p miqdorda spirtli ichimlik ichgan. O'zini yo'qotib, qattim jismga urilgan ekan. Voy, ulash. yaxshilarmi? Hozir yaxshimi? Ko'zini ochdimi? Assalomu alaykum. Javob bersangizchi. Hormanglar. Yaxshimisizlar? Ichki ishlarga xabar berilgan voqea bo'yicha kelganman. Ha, biz xabar bergandik. Bemorning ahvoli yaxshimi? Ahvoli Nima bo'ldi axir? Qachondan beri og'zingizni poylab turibman. Biron narsa deng axir. Ko'zini ochdimi? Yaxshimi? o'zingizni Sog'ligi bosing. yaxshimi? Boya aytganimdek, ko'proq spirtli ichimliklar ichgan ekan. Qattim zarbadan boshiga qon quyilgan, buyragi yorilib ketgan. Qo'limizdan kelgan hamma harakatni qildik, lekin afsus, uni saqlab qola olmadik. Bardam bo'ling. Nimaga? O'ldimi? Oyjon, Kim o'ldirdi? Senmi? yo'q oyjon. Oyjon, men sizlarga Ola, bo'ldi. Sen qilmoqchi bo'lganmiding? Ola, bo'ldi. O'zingizni bosing. Bo'ldi. Bo'ldi, xola. Bo'ldi. O'zingizni bosing. Tasodifan bo'ldi. O'zim ham bilmay qoldim. Bo'ldi, xola. Men o'lsam bo'lmasmidi? Bo'ldi, Men xola. o'lsam bo'lmasmidi? Siz men bilan idoraga borishingizga to'g'ri ekan. Yuring. Nimaga men? Axir meni uyda bolalarim kutyapti. Men ataylab qilganim yo'q. Hammasini o'sha yerda gaplashamiz. Yuring. Sen aybdorsan. Bo'ldi, xola. Sen Siz menga o'ldirgansan. bemorni tashxis natijalarini olib chiqib bering. Hozir olib chiqaman. Bolam. O'zimni himoya qilmoqchi bo'ldim deng. Kunora yechib kelib janjal
Keliningiz bilan munosabatlaringiz qanday edi? Qancha harakat qilmayin, baribir u meni yomon ko'rardi. Hatto ro'zg'orini ham alohida qilib qo'ygandi. Sizga nima yomonlik qilgandi? Tezroq o'lsin deb issiq sovuq qilardi. Mana o'sha issiq sovuqlari bolamga urdi. Bir kun kelib u meni baribir o'ldiradi. O'g'lingizni nega o'ldirgan bo'lishi mumkin? Kelinim keyingi vaqtlarda oyoq olishi o'zgarib qolgandi. Erta ketib, kech qaytardi. O'zingiz o'ylang. Ha, er bor xotin kechgacha ko'chada yurishi mumkinmi? Aniq. Bilaman, aniq u boshqasini topib olgan. Balki o'sha bilan umrini o'tkazar kech-kecha ko'chada. Xola, keliningiz bilan o'g'lingizni munosabati yaxshimidi? Yaxshi ko'rardi. Bolalarini ham, o'sha yashamagurini ham yaxshi ko'rardi. Qo'liga nima ilinsa, shu bolalariga xotiniga deb ko'tarib kelardi. Uni umrbodga qamash kerak. Hatto bolalariga ham mehri yo'q uni. Onalik huquqidan mahrum qiling, iltimos sizdan. Ehtiyotsizlik oqibatida yetkazilgan tan jarohati sabab yuz bergan o'lim holati yuzasidan ayblanuvchi Zulfiya Toshboyeva O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan 8 yilga ozodlikdan mahrum etilsin. Jazo muddati umumiy tartibdagi koloniyada o'rnatilsin. Yo'q. Men rozi emasman. Umrbodga qamalsin. Rozi emasman. O'sha yerda chirib yo'q bo'lib ketsin. Ovozingizni o'chiring. Unaqa demang, meni qizim aybdor emas. Bu vaqtsiz hodisa edi. O'shanda oilang buzilib ketmasin deb seni qaytaraverdik. Jon qizim, bizni kechir, bundoq bo'lishini qayerdan bilibmiz, jon bolam. Qizim, men ahmoq otangni kechir. O'shanda seni gaplaringga e'tibor bermagan ekanman. Kechir bolam. Qandoq qilaman? Yo'q. Ularga nabiralarimni berib qo'ymayman. Sud hozir ruxsat bermagan bo'lsa, albatta keyin ruxsat beradi. Bu isi bermasmish. Bekorlarni aytibdi. O'g'limni o'ldirdilar. Nabiralarimga egalik qila olmaydi. Nima qilib bo'lsa ham, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham nabiralarimni tortib olishim kerak, o'zimga olishim kerak. Qotilli onasiga qandoq qilib nabiralarimni ishonib berishim mumkin? Tomgacha kiprik qoqmay, qo'rqib chiqaman. Nabiralarimga biron narsa qilib qo'ymadimikin deb. Men ularga ishonmayman. O'rtoq tergovchi, nabiralarimga biron narsa bo'lmasdan menga qaytarib berishsin. Siz yordam bering. Axir qizi kim edi-yu, onasi kim bo'lardi? Xola, mahalla raisiga tayinlaganmiz. Agar biror gap bo'lsa, mahalla raisi tezda bizga xabar beradi. Ha, ularni uyini rais qayerdan bilardi? Yaxshisi menga yordam bering. Jonka, shuni onalik huquqidan mahrum qilib bering menga. Jonka, yo'q demang. Xola, sudga bergan birinchi arizangiz qanoatlantiriladi.
ikkinchi arizangiz ham qabul qilinmaydi endi. Bundan keyin agar keliningiz o'z muddatini o'tab chiqqandan keyin bemalol onalik huquqini davom ettirishi mumkin. Hech hamda kim berib qo'yarkan unga bolalarni, a? Kim berib qo'yarkan? U qotil u. Eshitdingizmi, qotil u. Siz menga yordam bermasangiz, gapi o'tadigan idoralarga arz qilaman. Tushundingizmi? Xola, Hep urgildim. xola. Xola. Voy, Kamoli, o'tiribsizlarmi? Ana, men sizlarga mana konfet olib keldim. Qani olinglarchi. Ol, ol. Voy, maza qilib yeb olinglar. Dadanglar rahmatli tushimga kiribdi. Oyijon, bolalarimni olib keling siz o'zingiz deb rosa menga yalinyapti. Sizlarga bu yil hech narsa bermayaptimi? Qurimsoq buvinglar, ha? Yo'q, hamma narsa beradilar. Ularmi sizlarga ataylab o'zlarini yaxshi ko'rsatadi. Bilib qo'yinglar. Mana ko'rasizlar. Sizlarni boshingizda yong'oq chaqadi. Buyurun, oyim qachon chiqadilar? Ya, oyi dema. Oylik arzimaydi. Dadangni o'ldirgan odamni qanday qilib tiling bor? Oyi deyishga, ha? Dadanglar tirik bo'lganda hozir sizlarni charpalaklarga olib borardi, ana muzlaydigan joylarga olib borardi. Buvim oyimni yaqinda chiqadi dedilar. Qachon chiqarkan? Buving seni aldagan. Chunki odam o'ldirgan odam chiqmaydi. Tushundingmi? Umuman qamoqdan chiqmaydi. Men oyim yomon emas, bizni yaxshi ko'radilar. Bolama, sen hali yoshsan-da, yoshsan. Oyingni bilmaysan, qanaqaligini. Sizlarni borliq 2 kunginaga beradi. Ha, men sizlarga to'ymayman-ku, jon bolam. Bolalar. Sizlar aqllisizlar. Aqllisan, ha, Kamola? Sarvarbek. Sizlar endi katta bo'lib qoldinglar. Mana bu dadanglarning chirog'ini yoqib o'tirishinglar kerak edi. Bu farzandlik burch bo'ladi. Tushundinglarmi? Ayniqsa, sen o'g'il bolasan. Bu seni burching, Sarvarbek. Ha, buynikida nima qilasan? Ha? Nima qilasizlar endi? Katta bo'lganinglardan keyin sizlarni chiqarib yuboradi. Boringlar, o'sha otanglarning uyiga boringlar deydi. Yaxshimi shu? Oy bolam, oling. Ol yana, oy bolam. Onasi, bu Zulfiyani qaynonasi Xudoni balosi ekan. Bolalarni o'ziga olish uchun idora yugurib yurganmish. Ha, dadasi mahallaga ham kelib janjal qilib ketibdi. Ha, rais aytdi. Bu oldindan so'rab surishtirmabsizlar-da. Mana endi Zulfiyani azobga qo'ydinglar, deyapti. Odamni olasi ichida ekanda dadasi. Bolalarga qiyin bo'ldi-da. Bir tarafda otasi, bu yoqda onasi. O'zi o'shanda yashamayman deb kelganda majburlab orqasiga qaytarmasak bo'larkan. Odamlar gap qilarkan deb mana endi nima bo'ldi? Ha, bolalar ichkaridami? Sarvar, Kamola qizim, bu yoqqa chiqinglar.
kelinglar o'tiringlar. O'zim o'rgilay. Kel bolam o'tir. Kim bola? Oyijoninglarni sog'indinglarmi? Voy o'zim o'rgilay. Unda xat yozamiz, xo'p? Men sog'inmadim. Oyim dadamni atayin o'ldirgan. Menga qara. Buni senga kim aytdi bolam? O'zim bilaman. Aka, oyijonim yaxshilar. Sarvarjon, bola, o'sha kuni o'zinglar ko'rgansizlar-ku. Oyijoning atay qilmagan. Dadang o'zi yiqilib tushgan. Aldamang. Gaping rostga o'xshaydi onasi. Bu xotindan hamma narsani kutsa bo'ladi. Oyi, bo'zchini mokisidek qatlayverasizmi endi? Bo'ldi-da. Boring, ukajonimiz zurriyotini uyga olib keling, birato'la. Hech kim hech narsa qila olmaydi. Otasi o'ldi, onasi qamoqda. Nabiralaringiz ulardan ko'ra sizga yaqin. Ha, shundoq ham 2 kunga emas, 3 kunga olib kelganman. Sen shoshmay tur. Bolalarni o'zini rozi qilib olamiz. Ana shundan keyin hech kim g'ang deya olmaydi. Tushundingmi? Men ikkalasini ham qulog'iga yaxshilab quyib olib boraman. Oyi, ularni nimasiga yalinasiz? Olib keldingizmi, qaytib jo'natmang. So'rab kelishsa-chi, bermaysiz. O'zingiz ham rahmatli Asrorning uyiga ko'chib o'ting. Mana alvasti uyini egasi borligini bilsin shu paytdan. To'g'ri, to'g'ri aytasan. Endi hech kimni qarshiligiga qarab o'tirmayman. Bo'pti oyi. Qaynonamning qorasi ko'rinyapti. Hozir ovqat qilmadingmi deb qonimni ichadi. Voy, bitta qaynonangni eplolmaysan-a? Bir yo'lini topgin-da. Bunaqalarga bandasi bas kela olmaydi oyi. Mayli, keyin gaplashamiz. Bo'pti, mayli. Mayli, xo'p. Do'ymish. Hozir. Nimaga keldingiz? Nabiramni olib ketgani keldim. Siznikidan kelganiga endi 2 kun bo'ldi. Nabiralarim men bilan yashaydi. Sudda qarori bor. Men yaxshi bilaman, juda ham. Bolalar sizlar bilan yashashni xohlashmayapti. Ular sizlarni yomon ko'radi. Tushundingizmi? Bo'ldi qiling, katta xotin. Bolalar hech qayerga ketmaydi. Gapimga ishonmadingiz chog'i. Mayli, qani bolalarni chaqiring. Yaxshi. Chaqirtiraman agar shuni xohlasangiz. Lekin bir shartim bor. Agar bolalar shu yerda qolaman desa, qaytib bizni bezovta qilmaysiz. Bu yerga kelmaysiz. Mayli. Qani chaqiring. Bolalar, Sarvarjon, Kamola, bu yoqqa chiqinglar. Kela qolinglar. Kela qol. Assalomu Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Ha. Qizim, Sarvarjon, buving sizlarni olib ketgani ketdi. Kim ketishni xohlaydi? Agar ketsanglar, o'sha yerda yashaysizlar. Lekin sizlar biz bilan yashashni xohlaysizlar, to'g'rimi bola? Men buvim bilan ketaman. Buvijon, men siz bilan qolaman. O'zim o'rgilay. Voy, biz bilan ketishni xohlamaysanmi? Senga ko'pgina o'yinchoqlar olib qo'yganmiz. Yo'q, men oyimni chiqishini kutaman. Endi oying qaytmaydi. U yerdan endi umuman chiqarishmaydi. Ya ovozingizni o'chiring. Nima deganingiz bu?
siz meni qizimga tuhmat qilib qamatdingiz. Agar bilsangiz, bu o'g'lingizga Xudoning jazosi. Boring, keting, qaytib kelmang, ko'zimga ko'rinmang. Yur bolam. Sarvarjon bolam, nimaga bunaqa qilyapsan bolam? Oying kelsa nima deyman? Oying xafa bo'ladi-ku. Ketdik bolam. Jon bolam, axir oyingga nima deyman? Hozir. Voyjon. Yaxshimisan bolam? Ha. Sizni sog'inib ketdim. Qizim? Kim ekan qizim? Assalomu alaykum. Keldim. O'zim o'rgalaysan. Xudoga shukr. Xudoga shukr, qani uyga yur. Voy o'zim o'rgilay. Voy o'zim o'rgilay sendan. Sarvar. Sarvar. Kim bor? Voy, Assalomu alaykum Qotil. oyijon. voy qamoqxonadan qochibdi. Oyijon. Kim bor? Voy, bu Voydod, nima deganingiz, Voydod, oyi? bizni o'ldirgani Men ketdi. qamoqxonadan qochganim yo'q, oyi. Anisaga chiqib keldim, oyi. Yo'qol. Yo'qol dedim, ko'zimga ko'rinmay. Yo'qol. Oyijon, baqirmang, o'zingizni bosing, iltimos. O'g'lim Sarvarni sog'inib keldim, oyi. Seni o'g'ling emas, tushundingmi? U meni o'g'lim, meni o'g'lim. Iltimos, Yo'qol. ko'rsating. Yo'qol, ket dedim. Agar hozir ketmasang, militsiya chaqiraman. Yana qamataman, bilib qo'y. Oyi, bo'ldi qiling. Bor, Sarvar. Yo'qol dedim. Yo'qol dedim, bor, yo'qol, qayt. Yo'qol, seni o'g'ling yo'q bu yerda. U meni bolam, tushundingmi? Meni o'g'lim. Yo'qol, ket. Qamatvoraman agar yana kelsang. Qochibdi bu. Voy. Voy, shurim qursin. Voy, beti yo'q. Beti yo'q. Beti yo'q. Voy, Kamolola qani? Ha, asta sekin o'zimga kelyapman. U yerlarda yaqinlarni sog'inar ekansan. Hayotingni tahlil qilib, xulosa chiqarar ekansan. Keyin qadamingni o'ylab bosasan. O'zimni himoya qilaman demasdan tayog'ini yeb o'tiravermayman. Erimdan ajralib qoldim. Oilam parokanda bo'ldi. Ota-onamni boshini egdim. Dadam bechora kasallanib olamdan o'tdi. Buni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Bu yoqda esa qaynonam o'g'limni olib ketgan. Uyimdagilarga ko'rsatmagan. Yaqinda borsam begonadek haydab soldilar. Zulfiya, o'g'ling o'z ixtiyori bilan ketdimi? Men yo'qligimda meni yomon ko'rsatib, ongini zaharlashgan. Sudga bordim, mahallaga uchradim. Ular o'g'ling o'smir yoshda, kim bilan yashashini o'zi hal qiladi deyishdi. O'g'lim biz bilan yashashni xohlamadi. Qaynonam bo'lsa, singlingni ham ko'ndir deb o'g'limga o'rgatarmish. Qizing nima dedi? Men bilan qoladi. Mayli, Zulfiya, siqilmagin. Hali Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Menga undan hech narsa kerak emas. Bolamni qaytarsa bo'ldi.
uyi ham o'ziga siylov. Qaynanangam bir ahmoq ayol ekanda. Nimasini aytasan? Bu tomonda ish topish ham qiyin bo'lyapti. Qamalib chiqqan ekansiz deb qaytarishyapti. Ha, Zulfiya, xohlasang, xolamni do'konlari bor. So'rab ko'rishim mumkin senga ish. Nima deysan? Qo'y, Ra'no, o'zi bitta kiyim do'konda ishlayotgandim. To'satdan qaynopam kelib qolib, u qamalib chiqqan, asabiy, o'zini boshqara olmaydi. Birontangizni urib o'ldirib qo'yishi mumkin deb ishdan haydattirdilar. Mayli. Qo'yaver. Ularga ham Allohning bir atagani bordir. Har kun ichib keladi. Tinch uxlasa ham mayli edi. Janjal qiladi. Hatto bolalar ham ko'ziga ko'rinmaydi. Yuragimni hovuchlab turaman, oyi. Bo'ldi. Shuncha vaqt chidadim. Bu yog'iga kuchim yetmaydi. Iltimos, majburlamang. U bilan yasha olmayman, oyi. Qizim, agar ajrashsang, mahallada gap so'z bo'lamiz. Yana biroz sabr qil. O'ziga kelib qoladi. Butun umr ichib olib janjal qilib yurmaydi-ku axir. Qizim, dadang to'g'ri aytyaptilar. Urush janjal har bitta ro'zg'orda bo'ladigan gap. Og'ir toshni qo'yningga solib yursang, yutasan bolam. Keyin qaynonangga ham hadeb gapiraverib boshini og'ritma. Baribir ko'zga yomon ko'ringaning qoladi. To'g'ri. Xo'p, oyi. Qizimning dardi ichida ekan. Men ham rahmatli dadasi ham shunchalikka boradi deb o'ylamabmiz. Afsus. Ming afsus. Qizim, nega kayfiyating yo'q? Ish topdingmi? Yo'q, oyi. Chiqib qolar. Qizim, senga ish ham, uy ham topildi, qizim. Qo'shnimiz Nazira opang bor-ku, shirinlik do'koni ochibdilar. O'sha yerga seni ishga olaman dedilar. Axir men ahvolimdan xabarlari bor-ku. Xabari borligi uchun ham olaman dedi-da. Zulfiya ko'z o'ngimda katta bo'lgan qiz dedi. Rostdanmi, oyi? Keyin gap tegib qolmaydimi? U davrlar o'tib ketgan, qizim. Nazira opang bunaqa narsalarni o'ylamasin dedilar. Ha, uni ustiga bugun ukang Bahromim kelib ketdi. Oyi, shu hovli opamniki, ularni nomiga o'tkazib beravering dedi. Meni uy joyim o'zimga yetarli dedi. Rostdanmi, oyi? Aytgancha, keliningiz nimadir-ki-na bunga? Voy bolam, keliningni hali ham bilmaysanmi? U akangdan ham o'tgan xotomtoy-ku. Shuning uchun ham ikkalasiga Alloh rizqiga, umriga shundoq baraka beryapti. Umridan baraka topishsin, ilohim, qo'sha qarishsin. Hamisha duodaman. Nazira kennoyim buvimdan xabar olib turdilar. Sen yo'g'ingda menga dalda bo'ldi.
oxirigacha haqqiga duodaman. Rahmat oyi. Oyi, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Oyijon, meni kechiring. Buvimni gaplariga ishonib sizni xafa qilib qo'ydim. Yoshlik qilding. Bunga kim sababchiligini juda ham yaxshi bilaman. O'sha kuni uyimizga borganingizda sizni mahkam quchoqlamoqchi edim. Lekin buvim ruxsat bermadi. Oyi, meni kechiring. Buving yaxshilarmi? Anchadan beri mazalari yo'q. Shifoxonadan uyga olib kelishgan. Doktorlar umid yo'q deyishdi. Ko'rgani kelganlar kimnidir kutyapti deyishdi. Ammam haqiqatni aytib berishdi. Oyi, sizning aybingiz yo'q ekan. Buvim sizni kutyaptilar. Buvimlarni kechiring. Men buvingdan roziman. Borib ammalaringga shunday degan, xo'p? Undan oldin uyga boramiz. Buving seni juda ham sog'inganlar. Tinchlikmi, Sarvarjon? Buvim omonatini topshiribdi. Nima? Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Savol javob oson bo'lsin. Hayot turfa sinovlari-yu tashvishlari bilan qiziqarli. Shunday ekan bugun qandaydir muammoyingiz bo'lsa, berganiga shukr qilib, yechimini yaratgandan so'rang. Zero hech bir narsa o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Bu biz uchun o'ziga xos belgidir. Nimandir o'zgartirishimiz, tushunishimiz va to'g'rilashimiz uchun berilgan imkoniyat. Salomat bo'linglar.